Ikki xonalik ikkinchi etajdan tayyor yangi uylardan uch qarshi davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Begoyam chorraha. Aynan Termiz davlat universitetidan 300 metr uzoqda joylashgan 3 qavatli yangi uylarning ikkinchi qavatda umumiy maydon 59 kvadrat bo'lgan ikki xonalik uyimiz sotuvda. Tashqi eshikdan kelishimiz bilan chap qo'limizda bitta spalni xonasi. Ko'rib turganingiz, aytgancha bu uyimiz spalni xonasi quruvchi tomonidan ikki xona sifatida qurilgan. Kadastr guvohnomasi ham ikki xona. Bu undan keyin esa mehmonxonasi. Pishig'ishdan qurilgan uylarimiz juda zo'r lokatsiyadan chiqyapti. To'g'rimiza o'sha Begoyam chorraha boya ko'rsatib o'tganimizdek, narxi ham juda cho'ntakbob bo'lyapti aziz obunachilar. Narxi necha pul deysizmi? Narxi 375 million so'm deb baholab qo'ydik. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Uydagi barcha bitoy texnikalari qoladi. Oshxonasidagi ko'rib turganingizdek o'tirishga stullar qilingan, kuxni mebellari mavjud. Chap qo'limizda esa dushovoy. To'g'rimizda hojatxonasi bitta bo'lgan, bu taraf ko'chirishgan va kladovka sifatida foydalanib kelishmoqda hozirgi paytda. Bog'lanishi nomer 99 kodi bilan 716 53 78.